Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan OOPni amaliyotda ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi asos klassini yaratvoramiz va shu klassdan keyinchalik voris olamiz. Bu klassimizda bitta maydon bo'ladi, num bo'ladi nomi va uni modifikatorini public qilib turamiz hozircha. Va shu maydonni qiymatini ko'rsatuvchi bitta metod ham hosil qilib olamiz. Uni nomini show beramiz. Console line ichiga maydon num qiymati deb figurali qarsini ichiga numni yozib qo'yamiz. Bazaviy klassimiz hozircha shundan iborat bo'ladi. Endi bu klassimizga voris yaratib olamiz va bu vorisni shu asosdan nasllantiramiz. 2 nuqta bilan asos deb yozsak, shu asosdagi barcha xususiyatlar nasl bo'lib vorisga o'tadi. Faqat ruxsat etilgan a'zolar o'tadi, ya'ni modifikatori to'g'ri kelganlari nasllanadi. Xo'p, bu klassimizdan bitta maydon hosil qilib oldim, char tipidagi. Nomini symbol berdim. Va yana bitta metod hosil qilib olamiz. Uni nomi display bo'ladi. Va bu display metodimizda simbolni qiymatini chiqarib turib va tagidan nasllangan show metodini ham chaqirib qo'yamiz. Ya'ni asos klassida e'lon qilingan show metodi meroslanib voris klassiga ham o'tyapti. Xo'p, endi shu voris klassimizda yana bitta xususiyat hosil qilib olamiz. Int tipidagi nomini number beraman. Get va setlarni ham qo'yib qo'yaman. Getida num maydoni qiymatini qaytaradi va setida shu numga value'ni, ya'ni kiritilgan qiymatni tayinlaydi. Endi bularni main metodida ishlatib ko'ramiz. Birinchi voris tipidagi tip yaratib olamiz. Uni nomini obj beramiz va buni yangi ekzemplarini yaratamiz. New voris deb. Keyin bu objga asosdan nasllangan num fieldiga qiymat beramiz. Undan keyin shu vorisda o'zida e'lon qilingan simbolga ham qiymat beramiz. Va keyin shu voris klassida e'lon qilingan display metodini ham chaqiramiz. Bu display metodida show metodini ham chaqirganimiz uchun numni qiymatini ham chiqaradi hozir. Undan keyin biz oxirida e'lon qilingan xususiyatga ham qiymat berib qo'yamiz. Number xususiyatiga 20 beraman. Va oxirida console line ichiga bu numberni qiymatini chiqarib qo'yamiz. Number bilasizlar, asosdagi fieldni qiymatlariga yozib, uni qiymatini o'qiydi. Va oxirida yana bir marta shu asos klassidan nasllangan show metodini ham chaqirib qo'yamiz. Va programmamizni ishga tushirib ko'rsak, biz bergan qiymatlar bilan natija chiqadi. Bitta nimani ko'rsatmoqchi edim. Vorisda asosdan nimalar nasllangan va ular bilan qanday ishlash mumkinligini ko'rsatib o'tdim. Ya'ni bitta ota klassdan nasllangan, ya'ni child meros klassga ota klassdan nimalar ruxsat etilgan bo'lsa, shular nasllanyapti. Endi masalan buni tipini asos deb o'zgartirib qo'ysak, shu asosda bo'lganlarni ishlatiladi xolos. Ya'ni tipi asos, lekin ekzemplari undan keyingi meroslangan klass bo'lgani uchun bu ekzemplarda faqat shu asosdagi a'zolar bo'ladi xolos. Mana asosda o'zgartirib qo'ysam, qizartirib qo'yyapti yo'qlarini. Lekin agar teskarisini qilib ko'rsam, masalan vorisni tipini berib turib, new asos desam, bu xato chiqaradi, mumkin emas, chunki o'g'il otadan oldin kela olmaydi. Shunaqa qilib majoziy ma'noda tushuntirsam bo'ladi. Ya'ni o'g'ildan otaga nasllanmaydi ishtima. Balki pastga qarab yuradi, hamma yo'q. Hayotda ham shunaqaligi uchun bu dasturlash tizimida ham shunaqa. Endi biz a'zolarni modifikatorlarni o'zgartirib ko'ramiz va ular qanday nasllanishini ko'rib chiqamiz. Va shu qatorda ozgina inkapsulyatsiyaga ham sayohat qilib ko'ramiz. Maydonlar darsimizda aytib o'tgandim. Maydonlar o'zi aslida private bo'lishi kerak va ular metodlar va xususiyatlar orqali boshqarilishi kerak. Hozir biz num maydonimizni private qilib qo'yamiz. Bilasizlar, private maydonlari o'zi pastki indeks bilan ishlatilishi kerak. Ya'ni oldida pastki chiziqcha bo'lishi kerak. Men shuni qilib qo'yaman. Metodimizni ham to'g'irlab qo'yaman.
Tepada chaqirilgan joyda endi chaqirolmayman, chunki bu private. To'g'irlab qo'ysam ham buni xato chiqaradi. Modifikatori private bo'lgani uchun buni bu yerda chaqirolmaysan deyapti. Va aytib o'tganimdek, buni xususiyatlar orqali boshqarishimiz kerak. Ya'ni bu inkapsulyatsiyani talabi. Yana bir marta eslatib o'taman, maydonlar private bo'lishi kerak va ularni boshqarish xususiyatlari yoki metodlar orqali bajarilishi kerak. Lekin e'tibor bersangiz, haliyam tagini chizib qo'ygan qizarib turib. Prezentatsiyamizda aytgandim, buni modifikatorini o'zgartirib qo'yish kerak. Ya'ni tashqaridan ko'rinmaslik kerak, faqat nasllanishi kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Kelinglar shu vorisdagi simbolni ham asosga ko'chirib qo'yamiz. Faqat uni modifikatorini protected qilamiz. Mana simbolni yozdim. Vorisdan o'chirib yuboraman endi uni. Endi simbolni nomini o'zgartirib qo'ysam, to'g'rilab qo'ysam. Mana endi so'kinmayapti. Ya'ni buni asos klassdan meros qilib olyapti voris klass. Demak, protected modifikatori bilan a'zo voris bo'lib, ya'ni meros bo'lib o'tar ekan. Tepada mainda ham qilib ko'raylik, o'zgartirib nomini to'g'irlab ko'raylik. Bunda baribir qizil turibdi. Demak, tashqaridan ko'rinmas ekan, faqat meros bo'lib o'tyapti. Hozir nam maydonimizni ham o'zi protected qilib qo'ysak, xuddi shunday ishlayveradi, ya'ni meros bo'lib o'tadi. Lekin biz kelinglar boshqacha qilib ko'ramiz. Ya'ni bu maydonlar uchun alohida metodlar hosil qilib ko'ramiz. Nam maydonini qiymatini olish uchun getNum metodi yarataman. U int qaytaradi. Va setNum metodi bunga qiymat tayinlaydi. Ya'ni shu maydonga qiymat tayinlaydi. Simbol maydonimizni ham boshqarish uchun xuddi shunaqa ikkita metod hosil qilaman. Uni ham birinchisi getSymbol bo'ladi, u char qaytaradi. Ikkinchisi hech nima qaytarmaydi, setSymbol bo'ladi, shu simbolga qiymat tayinlaydi. Endi pastdagi number xususiyatimizda shu metodlarni ham ishlatishimiz mumkin. Shu xususiyatni getiga getNum deb yozib qo'yaman va setiga setNum deb yozib, parametriga value deb beraman. Xuddi shunday simbol uchun ham qilishimiz mumkin. Biz asosda getSymbol va setSymbollarni yaratib oldik. Ular hozir meros bo'lib o'tgan bu klassga. Va bu klassimizda xuddi shunday bitta xususiyat yaratib olib, ularni getSetida shu metodlarni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana xususiyat yaratib oldik. Uni getSetida shu metodlarimizni ishlatdik. Endi tepada bularni ishlatib ko'rsak bo'ladi. Kerak emas joylarni izohlarga olib qo'yaman, ya'ni kommentariyga. Tepadan bitta yangi asos ekzemplarini yaratib olaman, asos klassini ekzemplarini va uni maydonlarga qiymat berib ko'raman. setNum bilan 10 qiymatini beraman. Ya'ni bu num fieldiga 10 qiymatini beryapti. setSymbol bilan simbol maydoniga qiymat beramiz. Va pastdan bu berilgan qiymatlarni ekranga chiqarish uchun console ichida getNum va getSymbol metodlarini chaqirib qo'yaman. Ya'ni obyekt A deyman, ya'ni klassimiz nomini beraman. Figurali qavs ichiga getNum deb yozaman. Undan keyin va deb yozib, figurali qavs ichida getSymbolni ham chaqirib qo'yaman. Endi voris klassimizda ham maydonlarni o'zgartirib, ularni qiymatlarini ekranga chiqaramiz. Nomini o'zgartirib qo'yib, vorisni obj va sv qilib qo'ydim. setNum bilan bunga 20 qiymatini beraman. setSymbol bilan b qiymatini beraman. Va buni pastidan xuddi tepada yozganimizdek qiymatlarni ekranga chiqaramiz.
Conservate line'ni ichida yozib qo'yamiz. Xuddi tepada yozganimizdek obyekt v deyman. Figurali qavsni ichida v getNum deb yozaman. Xuddi shunday yana va deb yozib, figurali qavs ichida v getSymbol deb yozaman. Endi ishlatib ko'rsak, bizda xato chiqardi. Bu yerda izohga olayotganimda bitta figurali qovusni ham olib qo'yibman, uni to'g'irlab qo'yaman. Endi ishlatib ko'ramiz. Mana ekranga biz bergan qiymatlarni chiqaryapti. Bu yerda biz asosdagi maydonlarda qiymatlarini metodlar orqali o'zgartirib, ular natijasini ham metoddan olyapmiz. Ya'ni asosdan vorisga metodlar ham public bo'lgani uchun, public modifikator bo'lgani uchun ular ham meroslanyapti. Agar siz xususiyatlar darsimizni ko'rgan bo'lsangiz, hozirgi getNum va setNum metodlari aslida bu bitta xususiyatni vazifasini bajaryapti. Ya'ni biz pastda yaratgan number va symbol xususiyatlari ham xuddi shu ishni bajara oladi. Shunaqa qilib ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, hozir v ni number xususiyatiga 30 berib qiymat bersam, xuddi setNum'ni vazifasini bajaradi. Symbol xususiyati bilan ham xuddi shunday. getSymbol va setSymbol metodlarining vazifasini bajaradi. Va ekranga chiqarganimizda shu number va symbol xususiyatlarini chaqirsak, bular getNum va getSymbol metodlarining ishini bajaradi. Ya'ni bitta xususiyat o'zi aslida aytib o'tganman, shu xususiyatlar darsimizda ularda getida va setida alohida metodlari bo'ladi. Biz bu metodlarni bu yerda yaratib olib, men ko'rsatib o'tdim. Aslida bitta xususiyatlar bilan bu ikkita metod ishini bajarsa bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar, konstruktorlar qanday meroslanadi? Shuni ko'rib chiqaylik. Buning uchun biz asos klassimizda konstruktorlar yaratib olamiz. Birinchi konstruktorimizda bitta argumenti bo'ladi va unga berilgan argumentni num maydoniga tayinlaymiz va uni pastidan conservate line ichiga asosiy konstruktorda bitta argument deb yozib qo'yamiz va figurali qavs ichiga shu numni qiymatini chiqarib qo'yamiz. Ya'ni bu bilan biz konstruktorlar qachon ishlaganini bilib olamiz. Yana bitta konstruktor hosil qilaman. U argumentsiz bo'ladi. Ya'ni argumentini o'chirib yuboraman va numga 50 qiymatini berib qo'yaveraman. Endi voris klassimizda ham konstruktor yaratamiz. Prezentatsiyamizda aytib o'tgandik, konstruktorlar o'zidan o'zi meroslanmaydi. Biz ularni meroslash uchun base kalit so'zidan foydalanishimiz kerak. Shu konstruktorimizni hozir bu birinchi ishlatadi. Mana e'tibor beringlar. Base deb belgilasam, tepadagi asosda ham belgilab beryapti. Ya'ni shuni ishlatyapsan deyapti. Bu yerda bizga birinchi berilgan parametr o'sha base'da ko'rsatilgandek numga tayinlanadi. Va ikkinchisiga o'zimiz shuni ichida tayinlaymiz. S nomli parametrimizni biz simbolga tayinlaymiz va ekranga vorisda ikkita argumentli deb shu maydonlarning qiymatini chiqarib qo'yamiz. Ya'ni bu yerda birinchi asosli konstruktorni ishlatib turib, num maydoniga qiymat tayinlab oladi. Keyin o'zini konstruktorini ishlatib, simbolga ham qiymat tayinlab, keyin ekranga shu haqida xabar chiqaradi. Endi e'tibor beringlar, bu yerda numni qizartirib qo'ydi, ya'ni num o'tmayapti private bo'lgani uchun. Shuning uchun endi uni bu yerda uni qiymatini chiqarish uchun uni ham protected qilib qo'yishimiz kerak va shunda u meros bo'lib o'tadi. Xuddi shunday boshqa konstruktorlarni ham yaratishimiz mumkin. Buni ko'chirib olaman va pastidan bitta parametrli yarataman. Faqat n parametrini qoldiraman va simvolga e qiymatini berib qo'yaveraman. Va ekranga chiqarayotgan joyimizni ham o'zgartirib qo'yaman. Vorisda int argumentli deyman. Va uni tagidan ham yana bitta konstruktor hosil qilib olaman. Faqat unda int tiplini o'chirib yuborib turib, char tiplini qoldiraman. Va base'ga qiymatni tayinlab qo'yaveraman. Ya'ni 20 qiymatini beraman va base'da bu birinchi asos konstruktorda ishlatganda shu 20 qiymatini berib, uni field maydoniga tayinlab qo'yaveradi. Birinchi ishlagan konstruktorda. Keyin shu konstruktorda o'zi ishlaydi.
Tekstimizni ham o'zgartirib qo'yaman. Vorisda char argumentli deb yozib qo'yaman. Va oxirida yana bitta argument konstruktor hosil qilib olaman. Ya'ni bunda argumentlari bo'lmaydi. Bunda argument bo'lmagani uchun base'dagi argumentsizda ishlatadi. Shuning uchun base'da ham hech qanaqa argument bermayman. Base'da namga qiymat berilgani uchun bu yerda symbolga shu konstruktorda o'zida qiymat beramiz. B qiymatini berdim va tekstimizni ham o'zgartirib qo'yamiz. Vorisda argumentsiz deb yozib qo'yaman. Mana e'tibor beringlar. Vorisdagi konstruktorimizda, parameters konstruktorimizda symbolga o'zimiz qiymat tayinlayapmiz. Lekin base orqali bazadagi konstruktorda, parameters konstruktorda ishlat deyapmiz. Mana o'zi belgilab berdi. Base'ni tanlasam tepadagi asos konstruktorda parametersizni o'zi belgilab beryapti. Qaysini ishlatayotganimizni ko'rsatib beryapti. Xuddi shunday parametr bergan joyimizda, mana 20 va n parametri bergan joyimizda tepadagi asosdagi parametrli konstruktorni ishlatadi. Tepadagi kodimizni kommentariyaga olib, hozirgi konstruktorlarimizni ishlatib ko'rsak bo'ladi. Birinchi asos klassimizni parametrsiz konstruktori yordamida ekzemplyar hosil qilib olamiz. Undan keyin bitta bo'sh joy tashlab ketaman va keyin bitta parametrli, ya'ni enga qiymat berilgan parametrli konstruktor yordamida bitta ekzemplyar yarataman. Unda ham bitta bo'sh joy tashlab ketaman. Endi vorisda ekzemplyarlarni yaratamiz. Undagi konstruktorlarni birma-bir chaqirib chiqaman. Birinchi ikkita parametrli yordamida vorisda ekzemplyarni yaratib olaman. Undan keyin bitta parametrli yordamida ekzemplyar yarataman. Ya'ni parametrga 30 qiymatini beraman. Simbolga bo'lsa o'zi ichida tayinlaganmiz. Konstruktorning ichida shu qiymat beriladi. Undan keyin yana bitta parametrli, faqat tipi charli konstruktorimiz bor, uni chaqiramiz. Undan keyin ham bo'sh joy tashlab ketamiz. Va oxirida parametrsiz konstruktor yordamida yana bitta ekzemplyar hosil qilib olamiz. Ishga tushirib ko'rsak, mana e'tibor beringlar, birinchi ikkita asos yaratilganda faqat shu asosda konstruktorlar ishlayapti. Undan keyin vorislarni konstruktorlarni chaqirganimizda hammasida birinchi asosli konstruktor ishlab maydonlarga qiymat berib olyapti. Keyin shu chaqirilgan konstruktorda o'zi ishlayapti. Konstruktorlarni qanday ishlashi bo'yicha alohida darsimiz bor. Yanada ko'proq ma'lumot olish uchun shu darsimizni ham ko'rishni tavsiya etaman. Xo'p, endi kelinglar, voris klassda ham asos klassda ishlatilgan bir xil nomli maydonlarni va metod hosil qilib ko'raman. Masalan, voris klassda num maydonini hosil qildim va show metodini ham ko'chirib qo'ydim. Tepadagi kodimiz bizga kerak emas, uni kommentariyaga olib qo'yaman. Endi e'tibor beringlar, asos klassda num maydoni va show metodi bor. Faqat ularni chiqarayotgan tekstini sal o'zgartirib qo'yaman, qaysi ishlayotganini bilish uchun. Tepadagi asos klassdagi deb yozib qo'yaman va voris klassdagi show metodiga voris klassdagi deb yozib qo'yaman. Qachon qaysi ishlaganini aniq bilish uchun. Asos klassda ham, voris klassda ham bir xil maydon va bir xil metod hosil qilib oldik. Endi qachon qaysinisi ishlashini tekshirib ko'ramiz. Birinchi asos klassidagi ekzemplyar yaratib olaman bitta va uni parametriga 20 qiymatini beraman. Unda biz shu bitta parametrli asos klass ishlaydi va shu asos klassdagi show metodini chaqiraman. Ishlatib ko'rsak, mana bizga yozuv chiqaryapti. Asos klassini konstruktoridagi yozuvni chiqaryapti. Bitta argument va qiymati 20 ga teng deb. Va shu asos klassdagi show metodini yozuvlarini ham chiqaryapti. Maydonni qiymati 20 deyapti unda ham. Endi bitta voris klass ham yaratib ko'ramiz. Voris klassda ekzemplyarni yaratib olib, unga ham qiymat beramiz. Ya'ni konstruktoriga 30 qiymatini beramiz. Shu bitta parametrli konstruktor ishlaydi. Va uni ham show metodini chaqiramiz. Ya'ni uni alohida show metodi bor endi, o'shani chaqiramiz. Va e'tibor beringlar, endi qana yozuvlar chiqyapti.
Birinchi shu asosiy konstruktorimiz ishlayapti va e'tibor beringlar, u 30 qiymatini shu asosdagi namga tayinlayapti va pastdagi yozuvlar shuni ko'rsatyaptiki, vorisdagi namga hech nima tayinlanmayapti, 0 qiymati chiqyapti. Bunga sabab biz birinchi asos konstruktorini ishlatganimiz uchun shu asosdagi o'zidagi namga qiymatni tayinlayapti. Endi vorisda yana bitta konstruktor qilib olaylik, ikkita parametrli. Kerak emas konstruktorlarni kommentariyaga olib qo'yaman, ular kerak emas hozir bular. Va endi ikkita parametrli konstruktor hosil qilib olaman. Ikkovsi ham int tipidagi parametr bo'ladi. Va ularda alohida birinchi base bilan birinchi namga qiymat beramiz va bu konstruktorimiz, ya'ni vorisdagi konstruktorda ikkinchi namga, ya'ni vorisda o'zidagi konstruktorga qiymat beramiz. Endi tepada buni ishlatib ko'rsak bo'ladi bu konstruktorimizni. Oldingi konstruktorimizga yoniga bitta parametr qo'shib qo'yaman, 40 qiymatini beraman. Tepadagi asosni kommentariyaga olib qo'yaman va ishlatib ko'rsam, e'tibor beringlar, ikkala namga ham qiymat berilyapti. Birinchi asosdagiga, keyingisi 40 qiymati vorisdagi namga qiymat berilyapti. Hozir tushunarliroq bo'lishi uchun bittadan bosh qator tashlab ketaylik. Console write-line bilan exemplar yaratgan joyimizda bitta tashlab ketaman. Show'ni chaqirganimizdan keyin ham bitta bosh qator tashlab ketaman. Va undan keyin voris setNum deb yozib, uni parametriga 50 qiymatini beraman. Bu setNum tushunib turgan bo'lsalar kerak, qaysi maydonga tayinlanganini. Vorisdagi num maydonini modifikatorini protecteddan publicga o'zgartirib turay. Endi biz shu namga to'g'ridan to'g'ri main metodida qiymat berishimiz mumkin, public qilib qo'yganim uchun. Unga 60 qiymatini beraman va undan keyin yana bir marta show metodini chaqirib qo'yaman. E'tibor beringlar, agar bizda show metodi ikkala klassimizda ham borligi uchun tepadagini voris asosdagi klassni chaqirish uchun show metodini o'zida ham, voris klassidagi show metodini o'zida ham base kalit so'zidan foydalanib chaqirishimiz mumkin. Mana base show deb yozib qo'ydim. Endi ishga tushirib ko'ramiz. Mana e'tibor beringlar, birinchi asosiy konstruktorda bitta argument deyapti. Ya'ni buni asosiy konstruktorda yozuv chiqyapti va u num qiymatiga 30 beryapti. Keyin show metodini chaqiryapmiz. Bu show metodi asosiy klassdagi numni 30 ko'rsatyapti. Voris klassidagi numni qiymatini 40 ko'rsatyapti. Keyin biz voris setNum orqali 50 qiymatini beryapmiz va e'tibor beringlar, u asos klassdagi num qiymatiga tayinlanyapti. Va biz to'g'ridan to'g'ri vorisni num maydoniga 60 qiymatini tayinlaganimiz, u voris klassidagi numga tayinlanyapti. Ya'ni setNum metodi asos klassda yaratilgani uchun u shu klassdagi maydonga tayinladi qiymatni. Endi hozir ozgina chalkashliklar bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Sizlar uchun tushunarsiz bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zi odatda bunaqa nasllashda bir xil nomlardan foydalanmagan ma'qul. Bunaqa qilib o'zlaringni chalkashtirishlari mumkin. Mana e'tibor beringlar, pastda ham warning chiqaryapti. Vorisdagi num asosdagi numni bekityapti deyapti. Agar shunaqa ishlatmoqchi bo'lsangiz, new kalit so'zidan foydalaning deyapti. Biz vorisga new deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda bu warning yo'qoladi. Aslida bu hech qanday bizga nima bermaydi, hech nima o'zgarmaydi. Mana ishlatib ko'rsak, xuddi shunday yozuvlar chiqaradi. Ya'ni bu yerda newda asosiy nimasi, men bilib turib buni ishlatyapman, bunaqa bir xil nomda ishlatyapman degan ma'noni bildiradi. Aslida kodni ishlatishda hech qanday o'zgartirish bermaydi bu. Prosta shu warningni olib qo'yadi xolos. Endi ozgina ko'p shakllida, ya'ni polimorfizmni ko'rsak, buning uchun bizga hozirgi kodimiz kerak bo'lmaydi. Uni o'chirib yubormaslik uchun men buni fiksatsiya qilib qo'yaman. Biron bir nom bilan. Istagan nom yozishlar mumkin bu yerda. Ya'ni commit nomi o'zlaring tushunadigan bo'lsa bo'ldi. Men virtual va override ko'rishdan oldin deb yozib qo'yyapman. Ya'ni bilaman shu joygacha boshqa klasslar ishlatganmiz. Xo'p, endi bu klasslarimiz kerak emas. Qo'rqmasdan o'chirib yuborsak ham bo'ladi. O'chirib yuborib turib, yana bitta xuddi shunday klass yarataman. Uni ham nomini asos deb beraman.
va unga bitta maydon hosil qilib olaman. Modifikatori hozircha public bo'lib turaversin. Aslida bilasizlar, bu qoida buzish. Ozgina o'rganish uchun qoida buzib tursak ham bo'laversa kerak. Va unda bitta konstruktor hosil qilib, uni parametrida shu asosimizga qiymat tayinlab olamiz. Sudya taklif qilganlarni qabul qilaveraman. Undan keyin bitta metod hosil qilib olaman va unda public modifikatoridan keyin virtual modifikatorini ham qo'shib yozaman. Va bu metodimiz ichida shu asos klassdagi maydonni qiymatini chiqarib qo'yamiz. Endi bu klassdan nasl oladigan yana bitta voris klass yaratib olamiz. Undan 2 nuqtadan keyin asos deb yozib nasllab olamiz. Xullas, endi bu klassda ham bitta voris maydonni yaratib olamiz. Va e'tibor beringlar, tepada qizil chiziq chizib qo'ygan, bizda xato bor deb. Qizil lampochkani eshitsak, o'zi bizda yetmayotgan a'zolarni yaratib beraymi, implementatsiya qilib beraymi deydi. Qilib ber desak, bizga konstruktor yaratib beryapti. Faqat u bitta parametrli, bizga ikkita parametrli kerak. Shuning uchun uni oldiga yana bitta parametr qo'shib qo'yib, shu parametrning qiymatini voris maydoniga tayinlab qo'yaman. Va undan keyin shu polimorfizmda ko'radigan asosiy metodimizni yaratib olamiz. Uni modifikatori override bo'ladi. Ya'ni bu tepadagi asosdagi metodni, virtual metodni override qilib yuboryapti. Ya'ni boshqa shakl beryapti. Va ekranga xabar chiqaramiz. Bu xabarda voris class deb yozib turib, figurali qavs ichiga asosdagi asos maydonining qiymatini chiqaramiz. Va undan keyin va deb yozib, yana figurali qavs ichiga voris maydonini ham chiqarib qo'yamiz. Ya'ni shu klassdagi maydonni ham qiymatini chiqarib qo'yamiz. Xo'p, undan keyin yana bitta klass yaratib olaylik. Uni nomini nabira voris deylik. Bu nabira vorisimiz voris klassdan nasl oladi. Ya'ni haqiqiy nabira bo'lyapti bu. Va bu klassimizda ham bitta maydoni bo'ladi. Nabira degan maydon. Bir xil nomli. Bunda ham shu show'da override qilamiz. Shuning uchun public override deb yozsam, o'zi bizga taklif qilyapti. Nimalarni override qilish mumkin? Biz show'ni tanlaymiz. Mana pastelari bilasizlar, bilsalaring kerak. Bu hali objektdan, hamma klasslar objektdan nasl olgani uchun shu objektdagi metodlar. Xo'p, show'ni yozib oldik va bunda ekranga nabira voris class deb birinchi asosni chiqaramiz. Ya'ni bunda nabira voris class degan yozuv chiqadi, keyin asosning qiymati chiqadi. Undan keyin vorisning qiymatini chiqaramiz va oxirida nabirani qiymatini chiqarib qo'yamiz. E'tibor bersalar, hali ham tepada bizda qizil turibdi. Shuning uchun biz konstruktorda implementatsiya qilib olishimiz kerak. Nasl olganimizdan keyin mana biz konstruktorda 3 ta parametrli konstruktorda yaratib oldik. Ana endi bizda so'kinmayapti. Bu 3 ta parametr endi bildiring, bittadan har bitta bosqichda maydonlariga qiymat berib chiqadi. Endi bu konstruktorda e'tibor beringlar. Base deb ikkita parametr beryapmiz. Ya'ni bu nabira klassni otasi voris klass bo'lgani uchun, unda ikkita parametrli konstruktor bo'lgani uchun u birinchi shuni ishlatadi. Lekin voris klassni o'z navbatida otasi asos klass bo'lgani uchun u tepadagi klassni ishlatadi. Ya'ni bitta nabira klassni konstruktori ishlash uchun birinchi ikkita konstruktor ishlaydi. Asos va voris klassdagi. Endi bittadan shu klasslarning ekzemplarlarini yaratib ko'ramiz. Birinchi asosni yaratib olaman. Va uni konstruktorini parametriga 10 beraman. Show metodini chaqiraman va bitta bo'sh qator tashlab ketaman. Undan keyin vorisni ekzemplarini yaratamiz. Unga v nomini berib qo'yaveraman. Va unga qiymatni 20 va 30 beraman. Keyin tepadagi a ekzemplarimizga shu v ni tayinlayman. Ya'ni bobo klassga shu ota klassni tayinlayman. Endi bittadan a ni
shovini chaqiraman va v shovini chaqiraman. Keyin bitta bo'sh qator tashlab ketaman. Va bundan keyin yana bitta nabira voris yaratib olamiz. Uni nomini n berib turib, new nabira deb beraman va uni qiymatlarini 40, 50 va 60 beraman. Endi shu A bobo klassga n nabira klassni qiymatlarini tayinlayman. Keyin ota klassga ham tayinlayman. Ya'ni v ga n ni qiymatlarini tayinlayman. Endi bittadan showlar chaqirib chiqaman. Birinchi A showni chaqiraman, ya'ni asos klassni, keyin voris klassni showini chaqiraman va oxirida nabira klassni showini chaqirib qo'yaman. Ishga tushirib ko'rsak, e'tibor beringlar. Birinchi asos klass 10 ga teng bo'lyapti, asos klassni maydoni. Ya'ni birinchi mana A show ishlayapti. Undan keyin V ni A ga tayinladiga e'tibor beringlar. A show, V show qilsa ham bir xil yozuv chiqyapti. Oldin new da showida ishlatilgandek o'zini showini ishlatmayapti-da va bu metodni biz override qilib yuborganimiz uchun shu override qilingan metodlarni qiymatlari chiqyapti. Xuddi shunday nabira vorisidagi showni ham ishlatib ko'rsak, uni qiymatlarini tayinlab, hammasida bir xil nabira vorisidagi override qilingan metodni yozuvlari chiqyapti. Bu bilan biz nima demoqchimiz? Bu yerda dinamik polimorfizmni asl kuchi amalda ko'rsatilyapti. Sizga hozir tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin ishlatish jarayonida buni afzalliklari yanada ko'rinadi. Ya'ni bu yerda asos klass bazaviy, ya'ni ota klass bo'lgani uchun voris undan meros olgan va nabira voris shu vorisdan meros olgan. Bu yerda asos klassdagi show u virtual deb e'lon qilingan va uni nabira voris va voris klasslarida override qilib yubordik. Shuning uchun voris va nabira voris klasslarida biz show metodiga boshqa xatti-harakatni berdik, boshqacha ishlashni yozib qo'ydik. Bu bilan biz klassni ko'rsatayotganimizda tipini shu eng katta ota tipidagi klassni ko'rsatib turib, ekzemplarini boshqacha yaratib turib, bir xil metodni har xil ishlashini ta'minlashimiz mumkin bo'ladi. Prezentatsiyamiz davomida bunga misollar keltirganman, hayotdan misollar. Xo'p, kelinglar yana bitta misol ko'rib chiqaylik. Misol ko'rishdan oldin hozir kiritgan o'zgarishlarimizni fiksatsiya qilib qo'yamiz, ya'ni commit qilib qo'yamiz. Ya'ni hozirgi holatda saqlab qo'yamiz. Bu commitimizni nomini virtual override dan keyin deb yozib qo'yamiz va zafiksировать всё deymiz. Mana endi bu hech qayerga ketib qolmaydi, saqlab oldik. Endi e'tibor bersanglar ham pastda bizda shu vetkamiz haqida ma'lumotlar bor. Uni yonida 4 bilan 0 turibdi. Bu 4 0 degani 4 bu saqlangan commitlar. Ya'ni 4 ta saqlanganu bu GitHubga ketmagan. Shuning uchun 4 ta fiksatsiyani GitHubga jo'natishimiz mumkin. Shuning uchun 4 ko'rsatib turibdi. Agar отправить qilib yuborsak, bu yerda 0 bo'lib qoladi. Birinchilar ro'yxati keltirilgan oynaning eng tepasida 3 nuqtani ezsak, управление ветвями yozuvi chiqadi. Uni ezsak, bizga shu repozitoriy va vetkalarni boshqarish oynasi chiqadi va bu oynada biz oldingi committimizga qaytishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun men oldin saqlab qo'ygan commitimga boraman. Virtual override'ni ko'rishdan oldin degan yozuvni ustiga chertib turib, o'n tugmani sozdать весь tanlayman va bu yangi vetkamizga, ya'ni shu commitimizdan yangi vetka hosil qilaman va unga nom beraman. Shunaqa qilib, mabodo sizlar kodni buzib qo'ysalaring, oldingi saqlangan kodingizga qaytib olish imkoni bo'ladi. Biz hozir oldingi kodimizda emas, hozirgisida ishlayveramiz. Ya'ni yangi vetka hosil qilib oldik-ku, lekin unga o'tmaymiz. O'sha eski holatimizda ishlayveramiz. Main metodida yozilgan kodimizni o'chirib yuboraman. U kerak emas bizga. Shu asos klassimizda ikkita metod hosil qilib olamiz. Birinchisining nomi salom bo'ladi. Va unga ekranga chiqarish uchun console variantlarning ichida asos klassidagi salom deb yozib qo'yaman. Ya'ni shu asos klassidagi salom metodi bo'ladi bu. Va uni tagidan yana bitta metod hosil qilib olaman. Uni nomini alik deb beraman, lekin uni virtual modifikatori bo'ladi. Unga ham console variantlarning ichida asos klassidan alik deb yozib qo'yaman.
Ya'ni tepadagi asos klassdan salom deb bo'ladi. Pastdagi asos klassdan alik bo'ladi. Xo'p, bu konstruktorimiz kerak emas bizga. Endi bu show metodimizni ichini o'zgartirib qo'yaman. Salom va alikni chaqirib qo'yaman uni ichida. Endi voris klassiga shu metodlarni ko'chirib tashlayman. Salom metodiga new modifikatorni qo'shib qo'yaman va tekstiga voris klassidan salom deb yozib qo'yaman. Va alik metodida ham shunaqa voris klassidan alik deb yozib qo'yaman. Faqat uni virtual modifikatorini override deb yozib qo'yaman. Nabira klassimiz kerak emas, uni o'chirib yuboramiz. Endi main metodimizda bu klasslarimizni ekzemplarini yaratib ko'ramiz. Birinchi asosda ekzemplarni yaratamiz va shu asosdagi showni chaqiramiz. Keyin bo'sh qator tashlab turib, voris klassimizni ham ekzemplarni yaratib, unda birinchi salomni chaqirib ko'ramiz, keyin alikni chaqirib ko'ramiz. Va oxirida show metodini ham chaqirib ko'ramiz. Mana endi e'tibor beringlar. Birinchi asos klassidan salom olyapmiz va shu asos klassidan alik olyapmiz. Undan keyin bo'sh qator tashlab turib, voris klassidan salom olyapmiz. Keyin voris klassidan alik olyapmiz, ya'ni bittadan salom va alikni chaqirganimiz uchun ikkovsi ham bitta voris klassidagi yozuvlar chiqdi. Salom va alikdan keyin show chaqirgandik, uni yozuvlariga e'tibor beringlar. Bitta show metodi asos klassda e'lon qilingan, lekin bitta vorisda ekzemplyar chaqirgani uchun salom metodi shu asos klassdagi chaqirilyapti. Lekin alik metodi u override qilingani uchun show metodida chaqirgan bo'lsak ham voris klassdagi alik metodi ishlayapti. Buni oynani yopamiz. Hozir yana bitta ish qilib ko'ramiz. Bitta bo'sh qator tashlab turib, uni tagidan ham yozuv yozib qo'yamiz. A ga V tayinlangandan keyin deb yozib qo'yaveramiz. Ya'ni A tem V dan keyin deb yozib qo'yamiz qisqa qilib. Endi A ga, ya'ni asos klassga V ni tayinlaymiz, ya'ni voris klassda. Endi shu A da salomini chaqiramiz va A da aligini chaqiramiz. Va oxirida shu A da show'ini chaqirib qo'yamiz. Endi e'tibor beringlar pastki qatorlarga. Birinchi asos klassidan salom olyapmiz. Keyin voris klassda aligi chiqyapti. Ya'ni asosdagi override qilinmagan salomni chaqirsak, shu asosda salomi chiqyapti. Lekin aligini chaqirsak, voris klassda aligi chiqyapti. Show'da ham xuddi shunday bo'lyapti. Asosda salomi bajarilyapti, lekin alik bajarilishda override qilingan alik bajarilyapti. Ya'ni bu bilan biz asos klassiga tegmasdan uni boshqacha ishlashini ta'minlayapmiz. Shu bilan kodni kengaytirib, boshqarishni soddalashtiryapmiz. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mabodo savollar bo'lsa, bemalol izohlarda qoldiringlar. Birgalikda yechishga harakat qilib ko'ramiz. Agar darslarimiz sizlar uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, foydali bo'layotgan bo'lsa, iltimos layk bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Shu bilan siz kanalimiz rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasiz va bizni yanada qiziqarliroq va tushunarliroq darslar olishga undagan bo'lasiz. Hozircha xayrlashib qolaman. Yana keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.